Ustozlar masjidining imom xatiblari hurmatli ustozlar, hoji otalar, bugungi sayyor qabulimiz mana Shayxontohur tumanida bo'lib o'tadi. O'sha mahalla fuqarolar yig'ini raislari bilan gaplashilib, 5 ta ehtiyojmand oila tanlab olingan. Asosiy maqsad O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining o'sha tavsiyalariga muvofiq masjidning imomi, mahalla raisi hoji otamiz o'sha joyga bir bolam deb o'sha hayotiy tajribadan kelib chiqqan holda o'sha ajrimni oldini olish, iloji boricha ularni yarashtirish va ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining salomlarini, Toshkent shahar bosh imom xatiblar Abduqahhor domlamizni salomlarini ham qabul qilasiz. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Yosh nechida? 80? Barakalloh. Endi mana shu mahalla, masjidimizning imomlari, Toshkent shahar qoziyoti, O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati, mufti hazratlari rahbarligida sizni bir ziyorat qilish uchun kelgan edik. Sog'laringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Bo'ldi, charchamang, Alloh sizga quvvat bersin. Bir duo qiling endi. Alloh akbar. Va alhamdulillah o'ziga yarasha yaxshi natijalar ham bo'lyapti. Bu nafaqat Toshkentda, butun O'zbekiston bo'ylab mana ko'rdinglar, birinchi bosqichini o'zlaringiz atrofingizga biriktirilgan mahallalardan boshladik. Ikkinchi bosqichi mana tuman, viloyat bosh imom xatiblari boshchiligi mana siz hozir birgalashib bugun Shayxontohurda o'tkazganingiz bu ikkinchi bosqichimiz. Uchinchi bosqich muftiy hazrat boshchiliklarida viloyat Qoraqalpog'iston Respublikasi qozisi, Toshkent shahar va viloyat bosh imom xatiblari ishtirokida Andijonda boshlandi. Endi navbat Toshkent shahrida bo'ladi.